Bugun mana biz Oriflame qirolichalari bilan yig'ildik va hammaga qiziq. Necha yildan beri shu biznesda ishlashadi. Dilfuza opa necha yildan beri Oriflame'dasiz? Oriflame 5 yildan. Nechta davlat sayohat qilgansiz? 5 davlatda bo'ldim. 5 ta davlatga tekin sayohat qilgansiz. Necha yildan beri Feruz opa Oriflame'dasiz? 23 yildan beri. 23 yildan. Nechta davlatga tekin sayohat qilgansiz? 7 ta davlat. 7 ta davlat. Qoyilman. Nodir opa necha yildan beri Oriflame'dasiz? 8 yildan beri. Nechta davlatga sayohat qilgansiz? 8 Oriflame orqali. Eng ko'p erishgan narsangiz Oriflame'da? Oriflame'da juda ko'p yutuqlarga erishganman. Loyihamman, mashinalar olganman, ko'p ustida ham. Nigora opa necha yildan beri Oriflame'dasiz? 16 yildan beri. 16 nechta davlatga tekin sayohat qilgansiz? 20 dan oshiq davlat, 40 dan oshiq sayohat. Ogil opa necha yildan beri Oriflame'dasiz? 5 yildan beri Oriflame'daman. 30 dan oshiq davlatlarda bo'ldik. Qoyil. Eng katta olgan premiyangiz? 300 million. 300 ming boy. Necha yildan beri Oriflame'dasiz? 21 yildan beri Oriflame'daman. Qoyili. Eng katta olgan premiyangiz? 4000 dollar. Nechta davlatga sayohat qilgansiz? 10 tadan oshiq. E'tibor opa necha yildan beri Mana Oriflame'dasiz? 3 yildan beri Oriflame'daman. Ikkita sayohat bo'ldi. Tekinga. Pekinga. Eng katta olgan premiyangiz? Mana shu direktorga 12 million. 12 million. Diyora necha yildan beri Oriflame'dasiz? 7 yildan beri